ekskvatorchilar. Ekskvatorda rus tilini biladigan, prava shart emas, pravasini keyinchalik o'zim sizlarga hal qilib bera olaman. Moskvada kim bizni kuzatayotgan bo'lsa, kranovshik bo'lsa, любой prava bilan olaveradi. Главный opt 25-30 tonnalik kranlarimiz bor. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Uzoq yaqindan tomosha qilib turgan Sankt-Peterburgdan hozir akalarimiz uchun ish chiqadi bu roligimizda. Rolikda oldindan sizlarga aytib o'taman. Sankt-Peterburgdan kim hozir bizni kuzatayotgan bo'lsa, sizlar uchun bo'ladi bu rolik. Именно Sankt-Peterburgdan. Ya bo'lmasa boshqa regionlardan balkim borishingiz mumkin. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, JCB pogrushik, rossiyskiy pravo bilan opitingiz bo'lsa, sizni bu yerga ishga oladi. Ikkinchisi mana shu ko'rib turgan samosval, KAMAZ deymiz. Mana shu nimaga tojik, o'zbek любой pravo bilan xullas sizni ishga olaveradi ekan. Shuning uchun ishga kirmoqchi bo'lsanglar, ana shu yerda hozir ekranda prям qo'yib o'tib ketaman. Bu vatandoshimizga telefon qilasiz, ishga bormoqchi bo'lsangiz. Bemalol telefonda hamma narsasini garantiya deb turibdilar. Aldanmaydimi desam, yo'q dedi. Shuning uchun Peterda, Sankt-Peterburgda bizni kuzatayotgan aka-ukalarimiz, obunachilarimiz bo'lsa, ishdan qiynalayotgan bo'lsa, telefon qiling, bemalol. Borishdan oldin borib turib ko'ring, ish ma'qul kelsa ishga kiring. Mana shu yerdagi ukalar like tugmalarini bosib qo'yamiz, rolikka ko'proq shunda vatandoshlarimiz rolikni ko'radi, ishsiz yurgan vatandoshlarimiz ishga boradi va ishga kiradilar mana shu yerga. Shuning uchun maksimal podдержка to'liq akalar. Bundan tashqari Moskvada kim bizni kuzatayotgan kranovshik bo'lsa, любой pravo bilan olaveradi. Главный opt 25-30 tonnalik kranlarimiz bor Moskvada. Bu kranlar masalasi bo'yicha men bilan bog'lansangiz bo'ladi. Ekskvatorchilar. Ekskvatorda rus tilini biladigan, prava shart emas, pravasini keyinchalik o'zim sizlarga hal qilib bera olaman. Rus tilini yaxshi biladigan ishchilar bo'lsa, ekskvatorchilar именно. Tez ishlaydigan yosh bolalar bo'lsa, bu yerda возрастной ограничение bor. Yoshi ko'proq katta odamlarni olmaydi. Ish bilsin, til bilsin, iloj bo'lsa yoshroq возрастdagi bolalarni oladi. Shustri ishlaydigan, rus tilini biladigan. Shuning uchun akalar ko'proq like tugmalarini bosib qo'yamiz. Meni nomerimni kim biladi, bemalol описаниеda qoldirib ketaman nomerimni, telefonlashaverasizlar. Ekskvator bo'yicha bu ishimiz Moskvada. Prava shart emas, qolgan dokumentlarimiz bo'lsa bo'ldi. Patent. Granitsa masalasida kichkinagina sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Ko'pchilik so'rab turibdi hozir, qachon chiqamiz, qanday vaqtda chiqamiz deb. Moskva vaqti bilan soat 7 dan boshlanib to 12:01 gacha granitsa bo'ladi. Mashtak va Azinka, xullas ana shu granitsa 3 ta granitsaga chiqib turibmiz. Chiqmoqchi bo'lgan akalar mana shu ekranda nomerlarga telefon qilasiz. Yozning jazirama kunlarida mana shunday lyuksoy mashinalarda granitsadan klientlar telefon qilib turibdi. Yozning jazirama kunida mana shunday salqin lyuksoy mashinada borib kelasizlar, qaranglar. Moqchi bo'lgan akalar lyuksoy alohida podlokotniklar ham bor, ko'rib turibsizlar. Mana qo'lda qo'yib bemalol borib kelasizlar. Ekranda nomer ko'rib turibsizlar, telefon qilinglar. Shoshilinglar. Mana shu kun xudo xolasa olib ketaman hammangizdan. Bundan tashqari, hozir mana amisiya yana cho'zildi, bilasizlar. Nimagacha cho'zildi? Sentyabrning 10-gacha cho'zildi. Granitsaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bemalol xabarlashing. O'zingizni yaqin qilamiz, qo'ldan kelgancha sizlarga yordam qilamiz. Qalbaki pechatingiz bormi, pasportda patent olishga qiynalayotgan bo'lsangiz, bundan tashqari nima deymiz yana? Xullas, bez dokument yurgan akalar, sentyabrgacha cho'zildi. Bu degani ya'ni bez dokument ishla degani emas, dokumentlarni qilib oling degani. Shuning uchun vaziyatdan foydalanib dokumentlarni qilib olamiz. Zayiz xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizga bog'laning. O'zbekistonga ketmoqchimiz yo bo'lmasa O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsangiz, minivan mashinalarni qo'yganmiz. Lyuksovoy mashinalar hammasi xalq talabini binoan. Like bosing, ko'proq akalar mana shu roligimizni podдержка qilamiz va xizmatlar bo'lsa bemalol bizga bog'laning. Sankt-Peterburgda ish bo'yicha ekranda qoldirib o'tdim. Shu odamga telefon qilasizlar, vatandoshimizga bemalol o'zbekcha gaplashib olaverasizlar. Omad hammaga ishlaringizga. Hurmatli aziz vatandoshlar, space texnika olamiga xush kelibsizlar. Mana shu ya bo'lmasa shunday texnikalarda o'rganib turib ishlashni xohlaysizlarmi? Hayotingizni tubdan o'zgartiradigan ayni vaqti keldi. Nimaga deganda hozir sezon, hozir yoz, hozir olmasanglar do'stlar, kech bo'lib ketadi yerdagi. Bugungi ishni ertaga qoldirmaymiz. Shuning uchun hozirdan do'stlar o'z hayotimizni o'zgartirishga harakat qilamiz. Sizlar do'stlar lapadada ishlash uchun ya bo'lmasa ko'cha supurish uchun do'stlar yaralmagansizlar. Bundan da buyuk ishlarga qodirsizlar do'stlar. Harakat qilsak agar o'zimiz o'z hayotimizni o'zgartirishga o'zimiz harakat qilmasak do'stlar, kelib turib kimdir bizni qo'limizdan cho'tka yo bo'lmasa lopatani olib turib, kel senga mana shu ofisda ish bor yo bo'lmasa mana shu ekskvatorda ish bor deb turib o'rgatib qo'ymaydi. Hozirdan harakat qilinglar. Shuning uchun do'stlar, 10 yil ishlamang oddiy ishda. 3 yil ishlang space texnikada. Uy, joy, mashina, xullas to'y, tomosha hamma narsa qilib tashlasanglar, bu sferada ishlasanglar, oyligi yaxshigina chiqadi. Oddiy ish bilan bu ishning farqi osmon bilan yerchalik bo'ladi. Qiziqishi bor, yuragida o'ti bor bolalar bo'lsa, taklif qilamiz. Mana nomer sizlarga oz fursatda ichida do'stlar. Yuragida o'ti bor bolalar bo'lsa, bir oydan ichida o'sha o'zgarish bo'lib ketadi bu bolalarda. 7 yil, 5 yil, 4 yil o'qimang bir diplom uchun. Bir oyning ichida pravoli bo'lasiz. 10 kun ichida esa do'stlar sizlar ekskvator haydashni o'rganib chiqasiz. Ekskvator bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa pogrushik JCB bo'lishi mumkin. Qiziqishi bor, yuragida o'ti bor, jaydar yigitlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar.
Qo'ldan kelgancha boshdan oxirigacha o'zim yordamchi bo'laman do'stlar. Birinchi hujjatlarni olamiz, keyin shogirdlikka tushamiz, keyin esa yaxshigina kompaniyalarga qo'ldan kelgancha o'zim do'stlar sizlarga ishga qo'yaman. Hozirdan shoshilinglar. Kim agar oz fursatda o'z hayotimni o'zgartiraman, noldan, tubdan o'zgartiraman, mana shu sferada ishlayman degan qiziqishi bor bolalar bo'lsa, taklif qilaman bolalar. Mana shu rolikdan oxirida sizlarga ko'rsatib o'taman. Pravo olgan aka-ukalarimizni yoshi katta, kichkina, xullas bu odamlar uchun to'g'ri qadamni qo'ydi. Nimaga deganda bular spesifika pravo oldi. Boshidan oxirigacha rolikni tomosha qilib o'tamiz va kommentda do'stlar mana shu aka-ukalarimizni tabriklab qo'yamiz. Spesifika olamiz sizlarga qiziq bo'lsa do'stlar kanalga obuna tugmasini bosinglar do'stlar. Like tugmasini esa bosib, kommentda izohlarni qoldirib qo'yishni unutmaymiz. Omad hammaga gazini bosamiz faqat.